1-yanvar 2027-yildan boshlab Rossiyada mehnat muhojirlarga yangi bir jiddiy talab qo'yilmoqda. Yangi talablarga binoan mehnat muhojir Rossiyada qolmoqchi bo'lsa, u prajitniy minimum oylik olishi kerak. Oddiy qilib aytganimizda shu tirikchilikka kerak bo'lgan eng kam miqdorlik oylikka rasmiy ega bo'lish kerak. Birinchisi bu rasmiy to'lov. Aynan shu minimal miqdor to'lanadi. Shu miqdordan hamma soliqlar to'lanadi va asosiy sizning oyligingiz ko'p holatlarda konvertda berilardi. Aynan shu tizimni oldini olish uchun va mehnat muhojirlarining oyligini hammasini rasmiy qilib, ko'proq soliqlarni undirishga qaratilgan. Qonunga binoan mehnat muhojirlar nafaqat oylik, balki boshqa daromad manbalarini ko'rsatishga haqli. Keling ular haqida batafsil gapirib chiqamiz. Birinchisi, aytib o'tganimdek, bu oddiy ish shartnomasi. Bu shartnoma asosida ish beruvchi ishlayotganingiz uchun sizga oylikni to'lab beradi va kartangizga tushgan rasmiy pul sizga va oila a'zolaringiz bor bo'lsa, ularga ham shu yetarlik bo'lish kerak. Ikkinchisi bu fuqarolik shartnomalari. Bu rus tilida гражданско-правовой договорlar deyiladi. Masalan, siz kimgadir xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, masalan, remont qilyapsiz. Bu holatlarda klient siz bilan трудовой договор tuzmaydi, balki гражданско-правовой договор tuzadi. Aynan shunday faoliyatingizdan topayotgan daromadlaringizni ham siz shu 3 NDFL spravkalari bilan Rossiyada qonun yurganligingiz va daromadga ega bo'lganligingiz haqida tasdiqlab beradigan hujjatdek topshirishingiz mumkin. Bu uchun siz 3 NDFL spravkalarini ham alohida tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Eslatib o'taman, bunday dogovor bilan ishlash uchun sizga baribir patent kerak. Uchinchisi bu tadbirkorlikdan ko'rayotgan daromadingiz. Agarda siz Rossiyada RVP yoki VNJ ga ega bo'lsangiz, siz xususiy tadbirkor guvohnomasini olishga haqlisiz. Rus tilida bu IP deyiladi, individualniy предприниматель. IP dan ko'rayotgan daromadlaringiz ham bu qonunga mos keladi. Rossiyada halol ishlab topgan pullaringizni vatanga mir privilegiya orqali yuboringlar. Aynan mir privilegiya orqali uyga pul yuborsangiz, siz O'zbekistonning ko'plab banklaridan pullaringizni naqd olishga imkoniyatga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, siz mir privilegiya orqali O'zbekistonga pul yuborsangiz, siz Rossiyadagi Saxovat xayriya fondiga yordam berasiz. Pul yuborayotganingizda o'zbek promokod terishni unutmang. O'shanda sizga eng yaxshi kurs chiqadi. Hozir shu yerdan mir privilegiya ilovasiga silka chiqadi. Yuklab olinglar va yaxshilikka ishlatinglar. Keyingisi bu bankka qo'ygan pullaringizdan protsentlar. Rossiyada hozir bank depozitlariga pul qo'ysangiz, 13-14 bir xil vaziyatlarda 15% gacha sizga har yili protsentlar to'lanadi. Va agarda sizning mablag'laringiz yetarli bo'lsa, siz ularni o'z bank hisobingizga depozitga yuklaysiz va bu pullardan aytganimdek, masalan, 15% sizga har yil to'lanadi. Va agarda siz yashayotgan hududingizda shu bankdan olayotgan pullaringiz yashash uchun yetarli bo'lsa, bu ham yangi qonun bo'yicha shu mehnat muhojiriga Rossiyada yashash uchun yetarli deb topiladi. Keyingi daromad, agarda siz o'z mulkingizni kimgadir arendaga berib daromad ko'rsangiz. Masalan, sizda kvartira yoki mashinangiz bor bo'lsa, siz ularni rasmiy tarzda arendaga berishingiz mumkin. Va arendadan to'layotgan pullar sizga shu Rossiyada qolish uchun ma'qul bo'ladi. Bu uchun siz bu pullarni deklaratsiya qilib, hamma soliqlarni to'lab, 3 NDFL spravkasi bilan nalogga topshirishingiz kerak. Va yana 3 ta daromad haqida gapirib chiqamiz. Bu pensiya. Aynan siz Rossiyada pensiyaga ega bo'lsangiz, bu ham sizga yetarli deb topiladi. Keyin stipendiya. Rossiyskiy vuzlardan stipendiyaga ega bo'lsangiz, siz shu o'z rektoratingizdan maxsus bir ma'lumotnoma olasiz va buni soliq inspeksiyasiga topshirasiz. Va uchinchisi bu alimentlar. Agarda siz Rossiyada kimdandir alimentlarga ega bo'lsangiz, ko'p vaziyatlarda bu ayollarga tegishli. Shu alimentdan topayotgan pullaringiz ham yetarli deb topilishi mumkin. Va yana bir daromad bu chet elda topayotgan pullaringiz. Masalan, siz Rossiyada yashab kelmoqdasiz, lekin sizning daromadingiz, ishlaringiz O'zbekiston, Tojikiston yoki Qirg'izistonda bo'lsa, bunda nima qilish kerak? Unda siz o'z daromadingizni rasmiy Rossiyaning shutiga yuborishingiz lozim. Bu yerga tushgan pullaringizni siz deklaratsiya qilib, aytganimdek, 3 NDFL spravkalar bilan topshirasiz. Bunday harakatlarda sizga yordam kerak bo'lsa, bizning yuridik markazimizga murojaat qilinglar. Eslatib o'taman, Sovetnik yuridik markazi Rossiyada 2012-yildan beri chet el fuqarolariga yuridik yordam ko'rsatib kelmoqda. Murojaat uchun videoni opisaniyasiga o'tasizlar yoki shu yerdan silka chiqadi. Eslatib o'taman, bu qonun 1-yanvar 2027-yildan
yo'lga qo'yiladi. O'z o'rnida Rossiyaning soliq inspeksiyasi 1-oktyabr 2026-yildan boshlab chet el fuqarolariga tegishli, aynan shu soliqlarga tegishli ma'lumotlarni yig'ishni boshlaydi. Shuning uchun hozirdan kelajakni o'ylab, o'z harakatlaringizni reja qilsangiz, hech kam bo'lmaysiz. Oldingidek shu konvertda berilayotgan oyliklar, norasmiy Sberbank kartangizga yuborilgan to'lovlar, hujjatlar bilan tasdiqlab bera olmaydigan daromadlaringiz endi ancha qiyinlashtiriladi. Shuning uchun o'z ishlaringizni hozirdan tartibga keltirib, kelajakni o'ylab, to'g'ri harakat qilinglar. Do'stlar, aynan shu mavzuga tegishli bo'lgan savollaringiz bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar, biz ularga javob berishga odatdagi harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.